Zamonlarni davom etamiz Kahoot bilan ishlashda. Demak, o'yinimiz boshlandi. Bu mix zamonlar. Does he go? Simple present, present perfect, simple past. Albatta birinchisi bo'ladi. Ya'ni present simple zamoni bu. Biz 5-o'rindamiz hali ham. Birinchi o'rinni ham olib qolarmiz. He isn't going. Present progressive. Yes. It's a present progressive, ya'ni present continuous zamoni. Biz 3-o'ringa ko'tarilib oldik. Xato qilmasligimiz kerak. He went. Past simple. Simple past. 969 ochko ishladik va biz 2-o'rindamiz do'stlar. Va keyingi savolimiz he has gone. Present perfect. Present perfect. He has gone. 955 ishladik. Va birinchi o'rin ko'rishingiz mumkin 3721 bilan biz birinchi o'ringa ko'tarilib oldik. Endi xato qilmasak bo'ldi. Birinchi o'ringa tushib ketmaymiz. Hop, he would go. Conditional present, past progressive, future progressive, past perfect. Conditional present. He would go, u borgan bo'lardi. Keyingisi he will be going. Ya'ni future progressive bo'ladi bu. Ya'ni future continuous, kelasi davomli zamon. Bizda hali ham oldindamiz. 300 ochko bor. Ikkinchi o'rin bilan had he gone. The present perfect. Had he gone. Bu past perfect. To'g'ri. Had. Have o'tgan zamon shakli. Bizda hali ham oldindamiz. Wasn't he going? Past progressive. Past progressive bo'ladi. Yaxshi. 8-savolimizni ham to'g'ri topdik va biz oldinlab ketyapmiz. Keyingisi double point. Hop. Orden is 8 phone warrior is not her. Bu nemischaga o'tib ketib qoldik biz. Hop. Nemis tilini bilmasligimiz bizga pam beryapti. Savolga qarasak bo'lar ekan. Site phone further to nahar. Hop, ketdik. Demak, goes bo'ladi birinchisi present simple. Have gone present perfect. Balki shunday bo'lar. Incorrect bo'ldi. Demak, had wanted, was playing, have done, keyin goes bo'lar ekan. Menimcha 2-o'rin, 3-o'ringa tushib ketdik. To'g'risi savolga uncha tushunmadim. Nemischa savol berildi bu yerda. Yana shu site phone for her to nahar. Site time edi. Vaqt. Nahar. Bilmadim. Nemischa savol berishyapti. Bizdan aldashyapti bular. Hop. Bo'pti, kelasi zamondan bu yoqqa qarab tuslab ko'ramiz. Is being done, was doing. Balki shudir. Yo'q, yana adashdik. Had been doing, was done, is being done, will do. Demak, teskarisini biz qilishimiz kerak edi va yana adashdik. 4-o'ringa tushib ketdik. Davom etamiz. Shunchaki savol bersa ham bo'lardi bizga. Yana double point. Yana o'shanaqa savol. Hop. Bunday qilamiz, buni bunday qilamiz. Balki shudir. Endi to'g'ri topdik. Bizga o'zi kech bo'lgan paytda biz to'g'ri topdik va bizani o'rnimiz yana pastlab ketdi. Hop, ko'ramiz. Oxirgi ikkita savolimiz xato chiqdi. Bo'lmasa, biz yaxshi ketayotgandik. 4-o'rin bu safar. Yaxshi. Bo'ladi. Rasm chizib qo'yamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi safar birinchi o'rin olishga harakat qilib ko'ramiz.